Assalomu alaykum. Bugun nежный salatini o'zim usulimda tayyorlab ko'rsatib beraman. Buning uchun birinchi bo'lib biz mana idishlarni tayyorlab olamiz. Keyin kartoshka, sabzi, tuxum, tovuq go'shti hammasini qaynatib oldim men oldindan. Birinchi bo'lib mana qolipimizga qaynagan kartoshkani somoncha shaklda to'g'rab sovolamiz. Ustiga ozgina tuz sepamiz. Ketidan mayonezni hamma yog'iga bir tekisda quyib chiqamiz. Buni ketidan keyin mayonez hamma qavatga suriladi. Har bitta mahsulot solganimizdan keyin mayonezni suramiz ustidan. Mana keyin qaynagan sabzini ham somoncha shaklda to'g'rab oldimda. Uni hamma yoqqa bir tekis taqsimlab mana buni ham solib chiqamiz. Mana ikkala idishimizga solgandan keyin tovuq men byodradan sonidan foydalanib xohlagan qismidan qilsanglar bo'ladi. Filesidan qilsanglar ham bo'ladi. Menda endi byodra bor edi, byodradan qildim. Mana murch sepamiz. Keyin ozgina tuz sepib olamiz. Tovuq go'shtimiz ustidan ham ozgina tuz sepib, buni ham ustidan mayonez qilib chiqamiz. Mayonez qilib hamma yog'iga bir tekisda mayonez quyib chiqamiz. Buni ham ustidan keyin bitta piyozni oldindan men qovurib qo'ydim. Ozgina o'simlik yog'da bir dona piyozni qovurib olib qo'ydim oldindan. Shu piyozimizni, qovurilgan piyozimizni mana shu tovuq go'shtini ustidan mana buni solamiz. Hamma yog'iga bir tekis yetadigan qilib, o'zi bitta piyoz yetadi. Ketidan tuzlagan bodring somoncha shaklda to'ralgan bu ham. Uni ketidan sir soldim. Pishloq. Bu ham mana ko'rinyapti o'zi. Hammasi bir tekis bir xil somoncha qilib to'g'rab olamiz hamma mahsulotlarimizni. Mayonezni quyib, buni ham ketidan endi svejiy bodring. Bitta idishga bittadan mo'ljal qilsanglar bo'ladi bodringlarni. Bittadan har bitta qolipimga yetdi menda. Bu bodringni ketidan tuxumni solamiz. Tuxum 3 ta qildim, 1,5 tadan to'g'ri keldi bitta qolipimga. Buni ham somoncha qilib to'g'rab hamma yog'iga bir tekisda taqsimlab olib tuxumlarimizni, buni ham ustidan mayonez quyib, eng oxirida men kunjut bor edi, kunjut sepdim. Shu hamma masallig'im ikkita qolip idishda chiqdi. Yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali, xushxo'r bo'ladi. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar.